Birinchi marta va'da qilgan ehsonimni bermaganimdan mazza qildim. Marat Hamdamov Sabrina Jabborovaga murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Tadbirkor Marat Hamdamov aktrisa Sabrina Jabborovaning unga uy berilmagani haqidagi so'zlariga munosabat bildirdi. Bir necha oylar oldin ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu qizimizga doir videolar tarqaldi. Shu paytda Turkiyada ekanlar, yordam berish niyatida ekanligimni aytib Telegram orqali bog'landim. O'zbekistonga qaytganingizda yozib qo'ying dedim. Oradan biroz vaqt o'tdi, ular O'zbekistonga qaytib keldi va menga Telegram orqali yozdilar. Pasport nusxalarini yuborib qo'yishlarini so'radim. O'zi bunday narsalarga, teatr va piarlarga toqatim yo'q aslida. Xonadonni berish jarayonini ham sir saqlagandik, lekin ko'pchilik noto'g'ri tushungani uchun hozir izoh berib o'tirishga majburman. Xullas, menga pasport nusxalarini yubordilar, lekin biz o'sha paytda 10, 11, 12 may kunlari kompaniyamiz tomonidan aksiya e'lon qildik. Shu sababli men bandroq edim. Mening aybim, Sabrina yuborgan SMS xabarni bir kundan keyin o'qidim. Keyin telefon raqamlari yo'qligi uchun telefon raqamingizni bering, sizga sotuv bo'limi xodimlari aloqaga chiqadi deb so'radim. Shu savolni berganimdan keyin menga javoban bu advokatimning telefon raqami, nima savolingiz bo'lsa advokatim orqali aloqaga chiqing degan xabar keldi. Shunda ozgina hayratlandim. Nega advokat deb tushunmadim. O'zi aslida Alloh ko'nglingizga solmasa birovga 1000 so'm ham bera olmaysiz. Ammo Alloh ko'nglingizga solsa oxirgi narsalaringizni ham berishingiz mumkin. Shu uy singlimizga nasib qilmagan ekan. Men shu kuni ertalab intervyuni ko'rib qoldim. Bu intervyuda qandaydir notanish ayol go'yoki mening PR qilganimni iddao qilibdi va shunday muomala qilishyaptiki, xuddi men majburman ularga uy berishga. Vaholanki mening ulardan qarzim yo'q, shunchaki yordam tariqasida uy bermoqchi edim. Keyingi bundan tashqari ko'p narsalar eshitdim. Unga chuqurlashmoqchi emasman. Xalq tomonidan yig'ilib berilgan pullar o'zboshimchalik bilan boshqa tomonga sarflanganini eshitganimdan keyin bularning ichidagi g'azab menga bo'lgan noto'g'ri muomalasini ko'rib, xonadonni bermaslikka qaror qildim. Chunki mening fikrim bo'yicha ehson qilishga arziydigan inson deb topmadim. Bu videoni ko'rib xafa bo'lmanglar, Alloh nasib qilmabdi. Balki ozgina sabrliroq bo'lganingizda, raqamingizni so'raganimda berganingizda hammasi boshqacharoq bo'larmidi. Endi o'zingizni shunday tutyapsizki, xuddiki siz Gollivud yulduzisiz. Biz sizga uy berganimiz uchun bizning biznesimiz zo'r bo'lib ketadi va biz qanaqadir xuddi reklama uchun qilib olganmiz. Aslida men siz haqingizda gapirishni ham niyat qilmaganman va albatta men PR qilishni istaganimda uyni sizga tantanali ravishda topshirardim. Biz umuman bu haqda gapirmadik, sir saqladik, shunchaki yordam uchun edi. Lekin sizning qilayotgan muomalangiz mening ko'nglimni sovutdi va uyni bermaslikka qaror qildim. Lekin shu singlimiz uchun atalgan uyni Xudo xohlasa iyun oyida eng muhtoj oilaga taqdim qilaman. Uyni boquvchisini yo'qotgan, uysiz voyaga yetmagan, yetim farzandlari bo'lgan yolg'iz onaga topshiraman. Mayli xalq meni lafsizlikda ayblasin, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, umrimda birinchi marta mana shu va'da qilgan ehsonimni bermaganim uchun mazza qildim. Chunki Alloh yuzingizni ochdi deydi tadbirkor. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.